Dasturimizda qishloq xo'jaligi mavzusi. Bugungi kunda yuqori hosildorlikka erishish zamonaviy texnologiyalar, ilmiy yondashuv va samarali hamkorlikni taqozo etadi. Ayniqsa kasalliklarga chidamli serhosil navlarni ekish orqali mahsulot sifati va miqdorini oshirish sohadagi asosiy vazifalardan. Hozirgi mavzu shu haqida. Shu yo'nalishda Navoiy shahrida faoliyat yuritayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat mamlakatimiz agrosanoat sohasida ilg'or korxonalardan biri hisoblanadi. Korxona tomonidan pomidorning olmos, alamina, pink paradisi, bodringning magnum neva hamda bulg'or qalampirining vidrana, shakira kabi kasalliklarga chidamli va serhosil navlari buyurtma asosida yetishtirib beriladi. Bizani Tbilisimiz ko'chatchilikka ixtisoslashtirilgan, faqat ko'chat yetishtiramiz, ko'chat bilan shug'ullanamiz. Biz ko'chatni o'zimiz chetdan keladigan urug'larni olib, xalqimizga ko'chat yetishtirib beramiz. Bu ko'chatlarimiz mana 25 kun 30 kun oralig'ida tayyor bo'ladi. Ozuqalardan foydalanamiz, vaqtiga emlaymiz. Karantin xodimlari bilan birgalikda ishlab boramiz, ish olib boramiz. 25 kishini ishini ta'minlaganmiz. Sharoitlarimiz yaxshi, sharoitlarimiz yetarli. Vaqtida oyliklarini beramiz. Navlari pomidor, bodring, bolg'or qalampiri, baklajon shularni yetishtirib beramiz. Mas'uliyati cheklangan jamiyat yiliga 3.700.000 dona ko'chat yetishtirish quvvatiga ega bo'lib, bu nafaqat mahalliy bozor ehtiyojini qondirish, balki eksport salohiyatini oshirish imkonini ham yaratmoqda. Korxonada doimiy va mavsumiy ish o'rinlari tashkil etilgan bo'lib, bu nafaqat ish bilan ta'minlash, balki yoshlar va aholi bandligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana bu yerda pomidor navdagi urug'lari har xil turlari, mayshva, lajjayin, yozgi pomidorlarimiz, hozirgi olmos, shunaqa turlari, ko'p xil turdagilarni yetishtirib beryapmiz. Xalq xizmatidamiz. Ishimizni podon to'ldirishdan boshlaymiz-da, urug' tashlab, uni to'g'aga yetkazib o'stirganimizcha 25 kun 30 kun oralig'ida tayyor bo'ladi. Bundan tashqari bodring ko'chatlarini yetishtiramiz. Karam nihollarni Samarqandga shu 2 yildan beri anchayin yetishtirib berib yotibmiz. Baqalajon, bulg'or qalampiri, piris, har xil turdagilardan yetishtiramiz. Shu bilan birga mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyatida Navoiy viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi bosh mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda ish olib borilishi ham e'tiborga loyiq. Mazkur hamkorlik natijasida issiqxonalarda ilmiy asosdagi tavsiyalar va agrotexnik talablarga rioya qilish ta'minlanib, ko'chatlar sifatini yanada yaxshilashga erishilmoqda. Qishloq xo'jaligi meva sabzavot ekinlarida yuqori hosildorlikka erishish ko'p jihatdan urug'lik va ekish materiallarini sifati va navlariga ham bog'liq. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda umuman qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar kasallikka chidamli, serhosil navlarni ekishga alohida e'tibor qaratib kelinyapti. Bundan tashqari hozir alohida tor doirada ko'chatchilik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari mavjud. Mana biz o'tirgan issiqxonada MCJ mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan manzarali gullar, bodring, achchiq qalampir, shirin qalampir, pomidor ko'chatlarining eng serhosil issiqxonabob va dalada yetishtirishga mo'ljallangan navlari buyurtma asosida yetishtirib beriladi. Endi bu yerda e'tibor qaratishi lozim bo'lgan muhim jihat shundan iboratki, fitosanitariya talablariga to'liq muvofiq ravishda mahsulot yetishtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu yerga kiradigan, chiqadigan ishchilar ham sanitariya talablariga muvofiq ravishda dezinfeksiyalangan, zararsizlantirilgan holatda kirib chiqishadi va bundan tashqari ko'chatlar. Xulosa qilib aytganda, mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuv, mas'uliyatli mehnat va davlat hamda xususiy sektor hamkorligining yorqin namunasi deyish mumkin.